Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Xabarlarimizni yoqtirib ko'rishinglarni umid qilamiz. Men Muhammad Azzat. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Xitoyning Xinhua to'g'ri tarqatgan xabar qaraganda, Xitoy Kompartiyasi atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayoниning Toshqo'rg'on noyisida jiddiy aerodrom qurilishi berayotgan bo'lib, sentabr oyidan boshlab ishga kirishtirildi ekan. Xabarda bu qurilishning tez sur'atda davom qilayotganligi va bu yil sentabr oyida sinoq tariqasida uchishni boshlaydiganligi bayon qilingan. Xitoy tez sur'atda yasayotgan bu tunji egizlik aerodromi Qashqar viloyati Toshqo'rg'on Tojik avtonom noyisining Oqton bozoriga joylashgan. Toshqo'rg'on noyisi Uyg'ur avtonom rayoниning Tojikiston, Afg'oniston va Pokiston bilan chegaralanadigan muhim strategik nuqtasiga joylashgan bo'lib, Toshqo'rg'onda yasalayotgan egizlik aerodromi qurilishining dal Amerika Afg'onistondan askar chekindirgan. Talibanlar Afg'onistonning hokimiyat peshiga chiqqan bir mazgilga to'g'ri kelishi diqqat qo'zg'agan. Chet eldagi Uyg'ur kuzatuvchilar Xitoyning bu aerodromni jiddiy turda yasashi Talibanlar hokimiyatni qo'lga olgandan keyingi Afg'onistonning murakkab vaziyati. Shundaqla Xitoyning O'rta Osiyo va G'arbiy Janubiy Osiyo strategiyasi bilan munosabatli deb qaramoqda. Afg'oniston qurolli tashkiloti Taliban o'qituvchilardan o'ch olmaslikqa va'da bergan bo'lsa-mu, ammo Birlashgan Davlatlar Tashkilotining maxfiy hujjatlari ularning Amerika va Shimol Atlantik ahdi tashkiloti bilan hamkorlashgan kishilarni jiddiy izlashni kuchaytirganligini bildirgan. Maxfiy hujjatda Talibanning ilgari G'arb davlatlarining birlashma armiyasida vazifa o'tagan Afg'onistonliklarning tizimligiga erishganligini ko'rsatib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining rasmiy tor betida Afg'oniston vaziyati to'g'risidagi dokladlarda bu haqda hech qanday aloqador mazmunlarni oshkorlamagan. Fransiya agentligining xabar qaraganda, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining maxfiy hujjatlarida Talibanlarning Amerika armiyasiga yordam qilgan Afg'onistonliklarni izlashni kuchaytirayotganligini, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining tahdidini baholash maslahatchisi ta'minlagan mazkur dokladga erishganligini, Talibanlarning qo'lida qo'lga ilishga nishonlangan oldin tanlash tizimligi borligini bildirgan. Bu hujjatga asoslanganda eng xatarlik o'rinda bo'lgan Afg'oniston armiyasi, soqchi va axborot organlarida muhim rol o'ynaydiganlar bo'lib, Talibanlar qo'lga ilishni nishonlaganlar va ularning oila tavobatlari o'yma-o'y ziyorat qilishga boshlagan. Uningdan boshqa Talibanlar yana poytaxt Kabuldagi aerodromga qarab yo'lga chiqqan kishilarni astoydillik bilan tekshirib, Kabul va sharqidagi Jalolobod qatorliq muhim shaharlarda tekshirish punkti qurgan. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa'nın musafirlar ambiri bo'lishdak bir vazifasi, mas'uliyati va majburiyati yo'q dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ministerlar Kengashi yig'inidan keyin bayonot e'lon qilib, poytaxti Kabul Talibanlarning qo'liga o'tib ketgan Afg'onistondagi o'zgarishlar to'g'risida to'xtalib, zarur tepilganda Talibanlar tashkil qiladigan hukumat bilan ko'rishib, o'rtaq kun tartib to'g'risida so'zlashadiganligini, Türkiye'nin qonun tuzumlari tartib intizomlariga amal qilmaganlarning qalayimqanchilik keltirib chiqaradigan pozitsiyalarni namoyon qilishiga hargiz yo'l qo'ymaydiganligini, Talibandan qochib boshqa davlatlarda panohlashga o'rnayotgan afg'onlarga ishorat qilib, Turkiyaning Yevropaning musofirlar ambiri bo'lishdak bir vazifasi, mas'uliyati va majburiyati yo'qligini, Turkiyaning xalqin har qanday kishining qo'llarini sog'an peti xalqancha kirib chiqadigan, xalqini harakat qila oladigan igijoqsiz bir davlat emasligini bildirgan. Türkiye Cumhuriyeti Tashqi ishlar Ministerligining o'rlashtirishiga asosan ijro qilinayotgan tarqoqlashtirish xizmatlari doirasida Afg'onistondagi Turkiya fuqarolari Kabuldagi Hamid Karzay aerodromidan Turkiya armiyasining harbiy transport aeroplani bilan Turkiyaga kelib kelinmoqda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan xususiyla egilikidagi televiziya kanallarining bevosita tarqatilgan maxsus suhbat programmasida Afg'onistondagi Turkiya fuqarolarining bexatarligi va tinchligi kafolatli qilishning muhim ish ekanligini, eng yangi tarqoqlashtirilganlarni qo'shganda Afg'onistondan jami 550 kishining tarqoqlashtirilganligini bildirgan. G'arbiy Afrika davlati Gambiyada bolalar palash kasalligi polivirus bayqalgan bo'lib, Gambiya Sog'liqni ministri Ahmed Lamin Samati bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida davlatning poytaxti Bajol va dengiz bo'yidagi Kotura rayonidan elingan avrishkilarda bolalar palash kasalligi virusining bayqalganligini, buning ko'p qo'rqiladigan virus bilan yuqumlangan taxminan 2 million kishining davlatda aylanayotidi degan hukmni bildirganligini eskartib, hukumatning virusga taqobil turish safarbarlik harakati boshlashni planlayotganligini, bu safarbarlik harakatining 5 yoshdan tuvan bolalarning polivirus bilan yuqumlanishining oldini olishni nishon qilganligini ta'kidlagan. G'arbiy Afrikada Gambiyadan boshqa Uganda, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Efiopiya, Mali, Niger, Chad va Sudan qatorliq davlatlarda bolalar palash kasalligi polivirus bayqalgan. Halqa ayollarning go'zallik latofatini namoyon qiladigan bir xil zinat buyumi. Uyg'urlarda qizlar 7 yoshga kirganda ularning quliqini teshib halqa selib qo'yish odati bor bo'lib, bu odat nihoyat uzun zamonlardan beri izchil davomlashib kelmoqda. Qizlarning quliqini teshishda oldi bilan muvofiq vaqt va payt tanlanadi. Ular har ehtiyoz sig'ir chechaklagan chaqda quloq teshishning yaxshi payti deb qaraydi.
An'anaviy quloq tiyish usuli nihoyat oddiy ham bexatar bo'lib, kishilar qizlarining quloqini tekshirishda biror peshqadam mo'mayni taklif qiladi. Mo'may qizning quloqining yumshiqini qo'noq yoki chigit bilan uzoq o'g'lab, quloq yumshiqining qinini qochirgandan keyin ondan yig'ni bilan quloqni teshirdi, inchik supurgi tili yoki choy shamusini va yoki amud, yong'oq, o'rik qatorliq mevilik daraxt yog'ichidan quloq teshkiga muvofiq qilib tayyorlangan yog'och halqaga moy surkilib quloq teshkiga silindi. Teshig'i xamir chaplab qo'yiladi. Quloq teshigi yarı saqaygandan keyin yog'och halqa elib etilib, mis yoki zaltay halqa silindi. Cho'ng bo'lganda oltin halqa, yoqut ko'zlik oltin halqa, zaltay halqalarning biri silindi. Uyg'urlarda qizlarning quloqini teshish odati shakllangandan keyin, shuningga munosib holda qiz ayollarga har xil quloq osqularni sovg'a qilish va to'yliq uchun quloqqa osadigan har xil zibu-zinat buyumlarini sovg'a qilish odati shakllangan. Shuningdek, maxsus halqa va zibu-zinatlarni yasash bilan shug'ullanadigan bir hunar turi zagarchilik maydonga kelgan. Uyg'urlar har xil quloq osqularni halqa, so'ka, monchoq, zira, sirg'i qatorliq nomlar bilan ataydi. Bugungi Uyg'ur jamiyatida qizlar to'y qilganida quloq osqular to'yliqning xili muhim bir qismi hisoblandi. O'z badaniga ma'lum zinnat buyumlarini taqash va esish bilan badan go'zalligini oshirish istigi insonlarda nihoyat burungi davrlarda shakllangan. Bugungi kunda qizlarning quloqini tekshiradigan bu odat boshqa millatlarga tarqalib o'zlashgan. Garchi islom dinida qizlarning quloqini tekshtirishi va halqa esishi diniy majburiyat bo'lsa-mu, ayollar asosan o'zining go'zallik ehtiyoji tufaylidan shunday qiladi. Quloq teshib halqa esish Uyg'ur ayollarining yasanish odati va zibu-zinnat madaniyatida muhim o'rin tutadi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.